Trapetsiyani parallel tomonlari uzunliklari 25 va 4 santimetr. Parallel bo'lmagan tomonlari uzunliklari esa 20 va 13 santimetrga teng. Trapetsiyani balandligini top. Hop, bunisi 4, katta so'zsi 25 ga teng. Parallel bo'lmagan tomonlari bunisi 13, bunisi 20 ga teng. Trapetsiyani bu uchidan yon tomoniga parallel bo'lgan kesma tushiramiz. Bu kesmamiz bunga parallel. Asoslari o'zi parallel bo'lgani uchun bu ham 4 ga teng. Qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'g'ri burchak parallelogram bo'ladi. Bu ham 13 ga teng bo'ladi. Hop. Demak, jami 25 bo'lsa, bu yerda x deydigan bo'lsak, bu yer 21 minus x ga teng. Bu trapetsiyaning balandligi h. Dastlab bu uchburchakdan, ya'ni mana shu taraflangan uchburchakdan Pifagor teoremasi h kvadrat plus x kvadratimiz 13 kvadratga teng. Ikkinchi o'ng tomondagi katta to'g'ri burchak uchburchakdan esa h kvadrat plus 21 minus x ning kvadrati 20 kvadratga teng. Hop, pastdan yuqorini ayirib oladigan bo'lsak, h kvadratlar o'zaro yeyishib ketadi. 21 kvadrat minus 42 ta x kvadratlar o'zaro yeyishib ketadigan bo'lsa, 7 ko'paygan 33. 441 minusdan 42 ximiz teng 231 ga teng. 42 ximiz teng bo'lyapti. 210 ga ximiz bundan 5 ga teng. Birinchi ish. Ikkinchisi, x o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsak, h'imiz ildosda 13 kvadrati minus 5 kvadrati. Hop, 169 minus 25. 144 dan 12 chiqadi. Trapetsiyaning balandligi 12 santimetrga teng ekan.